2026 model Chevrolet Nexe o'zining yangilangan dizayni, qulayligi va zamonaviy texnologiyalari bilan O'zbekiston bozorida katta qiziqish uyg'otmoqda. Avvalgi avloddan farqli ravishda bu model tejamkorlik, xavfsizlik va kundalik foydalanishda ishonchlilikka ko'proq e'tibor qaratadi. Yangi tashqi ko'rinishda yumaloq chiziqlar, keng radiator panjarasi va aerodinamik elementlar avtomobilni jozibador qiladi. LED optika esa kunduzgi yoritish bilan birga yanada ravshan va xavfsiz ko'rinishni ta'minlaydi. Korpus mustahkam materiali tufayli yo'llardagi tebranishlarni yaxshi yutadi va boshqaruvni barqaror qiladi. Salon qismida ergonomika yanada qulaylashgan. O'rindiqlar yumshoq material bilan qoplangan bo'lib, uzoq safarlarda ham charchoqni kamaytiradi. Markaziy konsolda sensorli displey mavjud va u multimedia tizimi, navigatsiya hamda smartfon bilan integratsiyani qo'llab-quvvatlaydi. Ichki makondagi shovqinni kamaytirish ustida ham jiddiy ishlangan. Natijada kabina ancha tinch va yoqimli bo'lgan. 2026 Nexe dvigatel bo'yicha ham barqaror natijalarni ko'rsatadi. Tejamkor 1.5 litrli benzinli agregat shahar ichida yonilgi sarfini kamaytiradi. Uzatmalar qutisi silliq ishlashi bilan haydovchiga qulaylik beradi. Avtomobil ekologik talablarni bajarish uchun zamonaviy filtrlarga ega bo'lib, chiqindilar miqdorini ancha kamaytiradi. Xavfsizlik tizimlari orasida ABS, ESP, yon yostiqchalar, yo'lni ushlab turish yordamchisi, orqa kamera va avtopark tizimi mavjud. Bu funksiyalar yangi haydovchilar uchun ham juda qo'l keladi. Shassisning mustahkam konstruksiyasi zarba energiyasini samaraliroq yutadi va yo'lovchilarni himoyalash darajasini oshiradi. Iqtisodiy tomondan qaraganda, 2026 Nexe o'z sinfida raqobatbardosh. Texnik xizmat ko'rsatish narxlari arzon va ehtiyot qismlar keng tarqalgan. Servis markazlarining ko'pligi ushbu modelni yanada amaliy tanlovga aylantiradi. Umuman olganda, Nexe xarajatlarni nazorat qilmoqchi bo'lgan haydovchilar uchun mos. Haydash tajribasi yoqimli bo'lib,